Bu Maximus modelimiz dükkanda eng zo'r komplektlardan biri. Ne tushundingizmi? To'liq obzor qilib o'tirmayman detalli. Boshqa komplektlardan ustunligini birma-bir sanab beraman, necha danasi bor. Keyin o'zingiz xulosa chiqaraverasiz. Like bosib videoni oxiriga odam ko'rib turing, birma-bir tushuntirib beraman. Birinchisi nemeskiy mexanizm. Boshqa komplektlar uning mexanizmi emas. Ikkinchisi 100% crashing name bo'ladi. Uchinchisi, qarang, tortmalari tandem mexanizm. Ya'ni buni yonboshida bo'lmaydi, tengda bo'ladi, yonboshida bu podshipniklari chiqib azab bermaydi, mustahkam. Keyingisi qarang, sho'llari polymer emas, o'z tomonidan endi bo'ladi. Hamma tortmalar shunday bellaridan ko'rishingiz mumkin, hammasi shunday. Keyingisi, qarang, e'tibor bering, kravatni yonboshlari yumshoq materiallar. Oyoq izi deysa og'rimaydi. Boshqa komplektlarda shuning mushoni deb oyoq izini ortib ko'radi. Bunda unday emas. Keyingisi kravati kapot mexanizm. Ochasiz, ochgan vaqtda o'zi turadi, tushib ketmaydi. Xo'p, keyingisi qarang. Dizaynni qarang. Dizaynni ko'rishingiz mumkin. High-tech dizayn. Hech qachon modada bo'lmaydigan. Sifatida gap yo'q. Kamida bu degani 15-20 yil xizmat etadigan quloq hisoblanadi. Keyingisini ko'ring. Podsvetkalari bor, turmani podsvetkalari bor, shkafni podsvetkalari bor. Bu komplektda gap topishning iloji yo'q menimcha.